Barchaga salom janoblar. Press konferensiya tarjimasi kutilganidek o'zbek tilida. Sizdan esa bitta like va obuna, biz davom etamiz. Chempion Madalenadan boshlamoqchiman. Kamarni Madison Square Garden'da himoya qilish va shubhasiz pound for pound qiroli bilan jang qilish bu hammaning orzusi. Sen qandaydir o'zing erishishing mumkin bo'lgan katta narsani his qilyapsanmi? Ha, men nima uchun bu sportdaman? Katta chaqiriqlar, katta nomlar uchun. Bu juda hayajonli. Shanba kechqurun ko'rishamiz. Hushtakbozliklarga fikring qanday? Bilasanmi, la'nati jin ursin, men buni yoqtiraman. Xuddi shunday atmosfera menga kerak edi. Shanba kuni katta kecha bo'ladi. Sen o'tgan haftada intervyu berganding va o'shanda aytib o'tgandingki, islom haqiqiy yarim o'rta vazn emas va u kichikroq bo'ladi deb. Lekin bir necha kun oldin sen u bilan yuzma-yuz kelganingda uni haqiqatdan ham yiriklashganiga e'tibor berdingmi? Ha, men yangi chaqiriq tomon harakatlanmoqdaman boya aytganimdek va bu mening vaqtim. Islomga savol. Rahmat bolalar. Islom, uzoq vaqtdan beri sen MCG'da jang qilishni so'rayotgan eding va bu tarix yaratish uchun yo'l. Shuningdek, sening bu yerda katta muxlislaring bor. Bu haqda nima deya olasan? Jangni intizorlik bilan kutyapman, hayajondaman. Men Avstraliyada Pertda jang qilganimda insonlar raqibimni qo'llab-quvvatlashgan. Hozir esa Nyu-Yorkda meni qo'llab-quvvatlashmoqda. Barchaga rahmat yigitlar. Bu ajoyib. Va sen ertaga o'zingni MCG'da belingda 77 kg chempionlik kamari bilan tasavvur qila olyapsanmi? Bu mening orzuyim aka. Va bunga juda yaqin turibman. Butun professional karyeram davomida, ya'ni qachonki men yengil vazn chempioni bo'lganimda ham ikkinchi kamarni qo'lga kiritishni orzu qilganman. Orzuga 2 kun qoldi. Leon Carlos Prates nokaut kuch orqali seni yengishiga ishonyapti va sen dominant jang ko'rsatib, buni xato ekanligini ko'rsatib qo'ymoqchimisan? O'ylashimcha, men uni dominantlik bilan mag'lub qilaman. Oldin unga hech kim qilmagan ishni qilaman. Shanba tunda buni o'zingiz guvohi bo'lasiz. Carlos, sen bu jangda nokaut va'da qilding, lekin Leon hech qachon oldin nokaut bo'lmagan. Sen buni qila olgan birinchi jangchi bo'lishingga ishonasanmi? Men odamlarni nokaut qilish bo'yicha ustaman. Ya'ni UFC'ga birinchi kelganimdayoq buni o'zingiz sezgansiz. Men Li Jingliang bilan ham jang qilganman. U oldin ham nokaut bo'lmagan edi, lekin men bu ishni qildim, uni nokaut qildim. Jeff bilan ham shunday bo'lgandi. Shanba tunda men Leonni nokaut qilaman va titul jangimni olaman. Savol Della Maddalena uchun. Eshitgan bo'lsang, Bisping podkastida shunday dedi. U UFC'dagi eng kuchli bokschi sen ekanligingni aytdi. Bu fikrga aniq qo'shilasanmi? Ha, menimcha. Islom, sen nima deysan? Sen oldin ham kuchli bokschilar bilan jang qilgansan. Jek to'qnash kelganlaringdan eng zo'rimi? Bolalar, siz nima deysiz? Ochig'i nima deyishni bilmayman. Hamma men qilgan jangchilarda kuchli striking bo'lgan va ha, Jek eng zo'rlardan biri. O'z o'rnida men ham yaxshi strikerman. Ko'ramiz kimniki yaxshiroq. Va Islom, sening oldingda kamar turibdi. Qog'oz bo'yicha sen da'vogarsan, chempion emas. Va bu senga qanchalik ta'sir qilmoqda? Ya'ni kamarda himoya qilish emas, u uchun qayta jang qilayotgandek. Men o'zimni chempion deb his qilaman aka. Chunki kamarimni men hech kimga yutqizganim yo'q. Va men shunchaki ikkinchi kamarni olgani keldim. Savol Danaga. Dana, Brady va Morales jangining g'olibi kamar jangini oladimi? Ha. Salom yigitlar, mening savolim Islom Maxachevga. Senga birinchi marotaba Amerika Qo'shma Shtatlarida muxlislar xushtoybozlik qilishmadi. Aksincha, ular seni qo'llab-quvvatlashmoqda. Ochig'i sen bundan hayron qoldingmi? Yoki muxlislar sening qanchalik kuchli ekanligingni va buyuk ekanligingni tushunib yetishdimi? Rahmat katta yigitlar. Barcha kelganlarga rahmat. Qo'llab-quvvatlash uchun rahmat. Bunday katta arenada jang qilish albatta mening orzuyim. Va bundan tashqari butun olamon meni qo'llab-quvvatlashi hayotimdagi eng katta kun. Islom, bu yerga sening jamoadoshing Chanko ham tashrif buyurgan. Sen nima deb o'ylaysan? U yengil vaznda qanchalik yaxshi va chempion bo'la oladimi?
Ha, Chanko, yigitlar, iltimos, uni Jon Cho'chqa, Jon Pork deb chaqirmanglar. Uning ismi Chanko, u buni yoqtiradi. Islom, sen nima deb o'ylaysan? Bu yigit yengil vaznda sening o'rningni egallay oladimi? Ha, u deyarli yaqin turibdi. Shuningdek, u juda ham yaxshi jangchi. Butun faoliyatim davomida menga sparringlarda yordam bergan va eng zo'rlar bilan mashq qiladi. Islom uchun savol. Agarda GDMni mag'lub qiladigan bo'lsang, sen ikkinchi kamarni qo'lga kiritish bilan birgalikda UFC'dagi eng uzun g'alabali seriya rekordiga yetib olasan, ya'ni 16 ta. Va shunda o'zingni tarixdagi eng buyugi deb tasvirlay olasanmi? Ochig'i bilmayman, do'stim. Hozir bu haqida o'ylaganim yo'q. Hozir faqat kamar haqida o'ylayapman. Bilaman, butun hayotimni chempion bo'lish uchun sarfladim. Va hozir orzuyimga yaqin turibman. Savol Jack uchun. Islom, sening tayyorgarlik lageringda Craig Jones va Volkanovski bo'lgani uchun kuldi. Va bu jang lagerida ularning bo'lishi qanchalik muhim? Sening kurashingni past baholash xatomi? Ha, avstraliyaliklarning bo'lishi yaxshi. Shubhasiz bu kamarni men o'zim bilan Avstraliyaga olib ketaman. Va bu ikki yigitlar Avstraliyada jang san'atining afsonalari. Ko'ramiz nima bo'lishini. Oxirgi savol Islom uchun. Islom, sen faoliyating davomida 3 marotaba avstraliyalik jangchilar bilan to'qnash kelgansan va avstraliyaliklarga qanday xabar qoldirmoqchisan? Avstraliya bu yaxshi maskan. Men u yerda bo'lganman, u yer menga yoqqan. Bizda hozir hisob 3-0. Yaqinda 4-0 ga aylanadi. Savol Leonga. Leon, chap tarafingdaman. Carlos ishonmoqdaki, sening eng yaxshi kunlaring ortda qoldi. Sening prime davring o'tdi. U shunday gaplarni aytib o'tdi. Ya'ni u seni past baholamoqdami? Ha, 100%. Shanba tunda men kimligimni unga eslatib qo'yaman. Odamlar shunday savolni o'rtaga tashlashdi. Islom ustidan qozonilgan g'alaba sening merosingga qanday ta'sir qiladi va ayniqsa sen yosh paytingda birinchi marta kamar himoyasini o'tkazayotganingda? Albatta, Islom afsona, u sport afsonasi. Uning ustidan qozonilgan g'alaba to'g'ridan-to'g'ri meni pound for pound qiroliga aylantiradi. Salom, ismim Nico, Fox Sport nashri, Avstraliyadanman. Savolim Della Maddalena uchun. Jack, Avstraliya Perth kuchi haqida gapirib o't, chunki sen chempionsan, bizda ajoyib jangchilar yetishmoqda. Avstraliya qirg'oqlaridan chiqqan jangchilar juda ham ko'p. Shuningdek, Aleksandr Volkanovski ham chempionlik kamarini qaytarib oldi. Va sen bu nom ostida chiqishdan qanchalik faxrlanasan? Avstraliyaning bayrog'ini ko'tarib chiqish men uchun faxr. Shuningdek, avstraliyalik jangchilar juda ham raqobatdosh va biz ajoyib murabbiylar qo'l ostidamiz. Shuningdek, bizda hozir UFC'da 2 ta avstraliyalik chempion bor. Umid qilamanki, ikkitaligicha qoladi. Islom, bu yerdaman. Islom, jangdan oldin allaqachon qandaydir gap so'zlar bo'lgan. Ya'ni sen Ilya Topuria bilan jang qilishing kerak ekan. Ammo hammasi o'zgardi. Sen yangi vazndasan. Endi juda ham ko'p da'vogarlar bor. Agarda sen kamarni qo'lga kiritadigan bo'lsang, keyingi jangingni kimga qarshi o'tkazmoqchisan? Aka, mening vazifam shunchaki odamlarni kaltaklash. Keyingisi kim bo'lishini Danadan so'rang. Leon Edwards. Carlos Prates kecha bergan intervyusida seni tezda taslim bo'luvchi yigit deb atadi. Nima deb o'ylaysan, u rostdan ham top jangchilar bilan jang qilishga loyiqmi yoki atrofida faqat katta hayp yig'ilganmi? Bu shunchaki Jinurson hayp. Boshqa hech narsa emas. Aytganimdek, shanba kuni kechqurun bu haypni tarqatib yuboraman. Benil Dariush, sen bu yerda uzoq yillardan berinsan. Va bu jang sen uchun kamar jangiga biletni oxirgi marta qo'lga kiritish bo'ladimi? Ha, maqsadim doim kamar bo'lgan. Va albatta da'vogarlar qatoriga kiraman va kamarni yutaman. Jack, Bilal Muhammad bilan jangda sen uning ko'plab takedownlarga blok qo'ya olding. Islom bilan ham buni qila olasanmi? Ha, shubhasiz. Butun jang bo'yimi? Ha, 25 daqiqa. Islom, agarda sen ikkinchi kamarni yutadigan bo'lsang, buni qanday nishonlamoqchisan? Menimcha siz yigitlar hammangiz Dog'istonga kelishingiz mumkin va biz buni birgalikda nishonlaymiz. Ikki uchiliga keling.
Hey New York, hammaga rahmat. Siz doim energiyaga to'lasiz. Hozir biz bu yerda ozgina yig'ishtirish ishlarini qilamiz va yuzma-yuz marosimini o'tkazamiz. Vazn o'lchash marosimida ko'rishguncha. Shu yergacha tomosha qilgan barchaga rahmat. Jangdan keyingi so'zlarni ham o'zbek tiliga tarjima qilishga harakat qilaman. Kanalni obuna bo'lib kuzating, videoni do'stlarga ulashib qo'ying, biz esa davom etamiz. Fuck off!